Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizle başlayımız. Leksiyede size Hacı Roza Washington'dan sözdeyimiz. Bugün Çislağ 7. ayının 11. günü. Birden de tor tartıp boptu müşerligi. Gördünüz melek, ömü çıktı genlersi. 7. ayının 11. günü hepteki şembe hürmetli vatandaş. Bugünkü vaziyetin eysak. Prezident Trump şundak dedi ki, bizim endi Cungu hükümeti yakı Cunhua Halk Cumhuriyeti bilen kayta sözleşidiğen söhbetimiz yaki solu söhbetimizge orun yok. Yaki sözleşidiğen hiçlimi yok dedi. Biz arlıqlı vatandaşlarına ne dedik? Amerika Koşmuş Ştatları bilen Cungu oturusıdan da müressegi orun kanmı dedik. Demek bundan hulası çıkargandık Prezident Trump tünügün şundak dedi ki bizden endi Xitay bilen soğudu münasibeti yaki başka doğru sözleşidiğen söhbetimiz yoktur. İki devletten münasibeti müşakilip toxtu deyidigen gep. Endi sizlerge vatandaşlar dep gülüp oturmayın ki menen başlaydı onun. Devletim, saltanatim. Uyguristan. Milletim, Uygurum, milletim. Ben bu münasebet bilen hazır Şvetsiyada istikamet kılıvatkan Abdüşkür Efendi'ye rahmet eytimen. Çünkü yakında bu devletten kuruluşu mesela Uyguristan Cumhuriyeti'nin kuruluşu doğrusu da tengi yağmakның suretini bana öğretip verdi. Bunun için Abdüşkür Efendi'ye rahmet. Şundakla Abdüşkür Efendi bize məlum bolğandak bizni muşu tarix bilen uçraştırgan, bizning oldimizda ve közümüzni muşu tarix bilen yoritgan rahmetlik Köreşküsen Efendi'nin royga Allah yardımcı bolsun hürmetli vatandaşlar. Köreşküsen Efendi bu özünün jurnali, Garip Şamali degan jurnalga dal muşu tengi yağmakni, yani Uyguristan Cumhuriyeti Kaşgar ondaken muşu tengi yağmakның suretini bergen idi. Aynı çağda men çala körüptüm emmi yak unutup kaptım emmi hazırgacha ko'nglim g'ash idi. Bu yerda Uyguristan şundaqla aytilgan mı yoki bir davlat statusi bormi yoki davlat ölçümü bormi deb. Bugun tangi yetib keldi, shundan qaradimki buningda Uyguriston Cumhuriyeti Kaşgar ondaken, yani tamga besildi degan gap shu vaqtda rahmatlik Sabit Damullah hocimning qalami bilan yezildi ve tamga besildi. Devletning moliyasiga quyiladigan pulga dal mushu ism yezildi degan gap. Şoňa vatandaşlarga men aytdim, navbatdagi bizning vazifamiz, sizning vazifangiz vatandaş ikkini asliga keltirish. Bir milangan devlet namini asliga keltirish. İkincisi Yalta konferansı ve Moskva konferansıda Xitayga qo'shib berilgan munqarz qilingan devletni Uyghur devletini asliga keltirish. Bu bugungi sizning ve bizning şuarimiz bo'lishi kerak, hurmatli vatandaş. Endi bugun sizlarga so'zlaydigan ishimiz yuqorida aytdik. Prezident Trump dediki mavzumunda, Prezident Trump dediki Amerika Cungu münasebetiga ziyon yetdi. İkinci basqıçlıq kelişimni oylaşmayımız dedi. Mavzulu xabar 7. ayının 11. günü Cunguga nazar torbiyeti e'lon qilindi. Xabar bundoq başlandı. Amerika Prezidenti Trump cuma günü, Çislağning 10. günü bundoq ko'rsatdi. Wuhan yuqumliq virusi ve başka meseleler sebepli Amerika Cungu münasebeti allaqachon ziyon zahmatga uchradi. Navbatda biz Cungu bilan ikinci qatimliq savdo suhbati o'tkazishni o'ylashmadik. Prezident Trump bundoq ko'rsatdi. Amerika Cungu münasebetiga allaqachon zarar yetdi.
Çünkü Cungo taraf yuqumliq virusning tarqalib ketishini to'sib qolalaytiliga ular to'sib qolmadi. Amerika Cungo bu yıl 1 ayda soli kelishim imzaladı. 2 yillik iqtisodiy suhbatining bir qismi oxirlashgandek bo'lgan edi. Tashqi dunyo bo'lsa Jungoning birinchi bosqichli iqtisodiy kelishimida bergan va'dalarini ijro qilish mumkinligiga qarab turdi. Yer shari istixborot xabarlarini tahlil qilish organi taktiklik paraz qilish shirkati endi Tinch okean rayoni tahlilchisi Starat Hu ve Ivan Rez qatorliq tahlilchilar Forbes jurnaliga mundaq ko'rsatdi. Jungo birinchi qatimliq iqtisodiy kelishimida bergan va'dasi bo'yicha Amerika mahsulotlarini sotib olish endi mumkin emas. O mundaq ko'rsatdi. Garchi kelishim mukammal bo'lsa-mu, biroq turli sabablar tufayli birinchi bosqichli iqtisodiy kelishimni ijro qilg'ili bo'lamdi bo'lmamdi gumon qilishga boshladi. Kelishimni ijro qilishga ta'sir ko'rsatadigan omillar jumladan Hong Kong masalasi, Huawei shirkati, Tayvan masalasi, bo'libmi Janubiy Jungo dengizi masalasi, yana boshqa bir qancha kishilik huquq masalalari qatorliq masalalarning ta'siriga uchradi. Bu masalalar balki kelishimni ijro qilishni to'xtatib qo'yishi mumkin. Yoki Jungo tarafdan kelishimni ijro qilishni va'dasini ijro qilishni to'xtatib qo'yishi mumkin. Kelishimde Jungo 200 milyar dollarlık yezigilik mahsulotlarni Amerikadan sotib olishga va'da bergan. Nurg'un mutaxassislar shu chaqda bu nishon real bo'lmagan nishondir deb ko'rsatgan. Munosabatlar jiddiyligi ikki davlat o'rtasida texnik kaskinlashib ketdi. Yuqumliq virusning iqtisodga ko'rsatgan ta'sirini qo'shganda tashqari dunyoning gumon qilishini oshirib o'tdi. Amerika Jungo munosabati barg'ansira yomonlashdi. Kelishim imzolanib uzun o'tmay Wuhan yuqumliq virusi portladi. Butun yer shariga tarqaldi. Dunyoda har qaysi davlatlar yuqumliq virusdan saqlanish uchun uyda o'ltirishni tashabbus qilib, iqtisod to'xtab qoldi. Har qaysi ellarga eg'ar iqtisodiy talafot yetdi. Wuhan virusi, Jungo virusi, yana Jungo virusi shuncha oyda Amerikada umumyuzlik portlagandan beri diagnoz qo'yilganlar 3 milyon 300 ming kishiga yetdi. Vafot bo'lganlar 136 ming nafarga yetdi. Eğer Amerikaga bu ish bek eğer keldi vatandaş. 5. ayda Beijing Hong Kongda davlat bexatarligi qonunini yo'lga qo'yib, Shanghai yani Hong Kong avtonomiyasini tortib olmoqchi bo'ldi. Bu ish Amerika Jungo munosabatida qor ustiga qiro tushgandek bir ish bo'ldi. Bugun kelganda ikki davlatning munosabati jiddiylashib ketdi. 5. ayda Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Birinchi bosqichda iqtisodiy kelishimini oxirlashtirishimiz kerakmi yo'q? Mana bugun endi Prezident Trump juma kuni rasmiy oldi nima dedi? Bizning endi Jungo bilan suhbatlashadigan ikkinchi navbatlik iqtisodiy kelishim, iqtisodiy suhbatimiz yo'q. Esinglarda bo'lishi kerak, hurmatli vatandosh. İkinci qatimliq iqtisodiy suhbati qachon boshlanadi? Nima to'g'rida so'zlashadi degan narsani o'tgan yili 9-oyning 20-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Prezident Trump muxbirning savoliga javob berganda ikkinchi qatimliq iqtisodiy suhbati deyilgan narsa amaliyotda kishilik huquq suhbati degan bir gapni silagillik qilib so'zlagan edi.
Demek endi hazır ikinci kısımlık soğudu söhbeti, yani ameliyette kişilik hukuk söhbeti. Şu vaxtı Şangan'ı eğizgağın toqasında işleysen adımı, bugün endi Şangan hazır qarmaqqa, bir qarmaqqa qo'ldan ketdi degan gapda. Çünkü hazır Hong Kong'da Xitoy hükümeti devlet bexatarligiga qonunni yo'l qo'yib, Hong Kong xalqini qo'l qilishga boshladi. Jamiyatni tintishga boshladi. Shu sababdanmi yakanima bugun, yaktunugun Prezident Trump dediki, bizning Jungo bilan endi o'tirdi suhbat degan narsa. Masalan, sodi suhbat degan narsaga o'rin qolmadi deb ko'rsatdi hurmatli vatandosh.